Juda ko'plab bemorlarda va ijtimoiy tarmoqlarda bilamiz, vitamin D haqida turli mish-mishlar bor. Bu gormon preparatimi? Vitamin D gormon singari ta'sir ko'rsatadi. Uning kimyoviy xossalarini oladigan bo'lsak, struktura jihatdan aynan gormonlarga o'xshaydi. Xo'p, bu vitamin shunchalik muhimmi? Albatta. Chunki u immun sistemasi, kalsiy va fosfor almashinuviga, teridagi melanin pigment sintezlanishiga ham javobgar vitamin hisoblanadi. O'zbekiston quyoshli o'lka. Biz vitamin D ni qabul qilishimiz shartmi? Afsuski, hozirgi kunda juda ko'plab yoshlarimiz quyoshdan himoya qiluvchi vositalar, ya'ni SPF lardan foydalanayotganligi va quyoshda tanasining hamma qismini yopib olganligi uchun vitamin D sintezi yetarlicha bo'lmaydi. Bu tabiiy ravishdaki biz vitamin D ni tabletkalar ko'rinishida qabul qilishimizga to'g'ri keladi. Xo'p, davolash davomiyligi qancha bo'lishi kerak? Eng kamida 1 oy. Kundalik doza qancha? 5000 единицаdan 10000 единицagacha.